4 millimetrli bel grejasining qanday qilib oyoq falajiga sabab bo'lishini tushuntirib beraman. Bu bel sohasi MSKTsi xuddi mana shunday osmonga qarab yotgan holatda turibsiz. Dastlab orqa miya kanali umumiy hajmini chizib belgilab olamiz. Ko'rib turganingizdek, bu uchburchak shaklda. Bunaqa tekis to'rtburchak emas. Xo'sh, mana bu nerv ildizi, chiqib ketuvchi nerv ildizi. Mana bu orqa miyaning pastki qismi, cauda equina deydi, ya'ni oddumi. Hozircha bularni o'chirib turamiz. Endi markaziy va chetki o'lchamlarni olamiz. Xo'sh. Chap tomon 482 mm, o'ng tomon 560. Bu sal kengroq. Eng baland qismi 1.3, ya'ni 14 mm. Tasavvur qiling, sizda 4 mmli grija chiqdi. Aynan mana shu yon tomondan. Mana bu chiqib ketuvchi nerv ildizini to'liq ezib qo'yib, nerv o'tkazuvchanligini buzadi. Shu sababli oyoqda falajlik kelib chiqadi. Shu sababli ham disk churrasining o'lchami emas, uni joylashgan joyi muhim sanaladi.